Assalomu alaykum. Biz Binance ilovasiga pul kiritish va Binance ilovasiga kiritilgan pulda USDT ga almashtirish amaliyotini ko'rib chiqamiz. Eng avvalo biz Binance ilovasiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng bizga o'ng burchakda mablag' qo'shish qismini ustiga bosamiz va o'zimizga aktiv depozit qilish qismini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bizni Binance ilovasiga o'zimizning shaxsiy kartamiz ulangan. Shuni o'zbek so'mini ustiga bosamiz va bosganimizdan so'ng davom etish bosamiz va bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan summani kiritamiz eng avvalo. Biz 200 ming kiritmoqchimiz va to'lash qismini bosamiz. Va ozgina muddat kuttiramiz. Bizga SMS xabar kelishi kerak. 73 806 yuborishni bosamiz. Va 30 soniya jarayon deyapti. Tafsilotlarga o'tamiz. Mana bizga 195 ming so'm pul tushdi Binance ilovamizga.